Bular tekshirish elib bordi demek. Lekin bu e'lon qilinmadi. Amsi bu taklif nereden geldi? Mesela Birleşken Devletler Teşkilatı'nın müstakil tekshiruvchi mutaxassisleri degan mushu ism, mushu hukmchidagi tekshiruvchi, ümmet tekshiruvchi mustaqil olimlar tekshirmagan bo'lsa ular nimaga asoslanib taklif o'tirib qo'ydi? Mümkün emas. Shunga qaraganda vatandoshim Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kishilik huquq ishlari bo'yicha mutaxassislari Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonini ko'zdan kechirganga. Çünkü bu diplomatiya sahasida biri maxfiy bo'ladi, biri oshkor. Çünkü hem bu mesele hozirgi dunyoda intayin sezgir mesele. Uyg'uriston, mustamlik Uyg'uriston meselesi hozirgi dunyoda intayin sezgir mesele. Çünkü hozir bu rayonda bir vahshat, yani bir dehshat yuz beryapti. Ikkinchi dunyo urushi sababi Yahudilar qaysi kunda azap çekken ve qaysi kunda halak bo'lgan ve qaysi kunda vayron bo'lgan mesela 7 milyon Yahudinin ikkinchi dunyo urushida halok qilinish bu tugadi. Dunyo uningga xotimi berdi. Joyish xalqini bilgan dunyo qutqazdi. Lekin tarix nemishqa bilgan mustamlika Uyg'uristonda takrorlanadi. Dünya bunu tekrarlamayız. Endi abadiy xotimi berildi degan edi o. Nimişte bu Avrupa'da yüz bergen iş bugün Asya'da. Xitay Kompartiyasi rahbarligidagi Xitayning millat davlati, milliy davlat hukmronligidagi mustamlika Uyg'uristonda nima uchun yuz berdi? Dünya. Shunday savol qo'y. Demak bugun jiddiy taklif. Aldığınız o qo'yildi, Cumhur hükümeti icra qilasiz. Tezlik bilan icra qilasiz. Bu yerda to'xtash, ya'ni jazolarni to'xtash. Nazarband qilishni Uyg'urlarni va boshqa musulmon asalliqlarni nazarband qilishni to'xtash. Bu bugun 10-ayning 29-kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'da Cumhur hükümetining oldiga qo'yilgan jiddiy taklif. Jiddiy taklif. Cümleden Uygurlarını halaganca ve başka Müslümanlarını halaganca kol geliş, nazarband qilishdan saqlanish, yoki bunimi to'xtatish. Bayonotda Cumhur doiralarining Birleşken Devletler Teşkilatı minbarida Şinjan meselesiga ko'ngil bo'lgan tashkilotlar va xalqaro tashkilot vakillarini parokanda qilishi va popozlik qilishlariga diqqat qiladiganligi bildirildi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nda başka ammiye teşkilatlar ve yaka xalqaro kishilik huquq tashkilotlaridan Uyg'urlar to'g'risida berishi va shu yerga berib so'z nutq so'zlashiga Cumhur hukumat to'sqinlik paydo qildi, qarshilik paydo qildi. Shunga bo'lganda xotimi berilishi kerak dedi. Cumhur chalvoqidi. Cumhurning vakili Zhang Juan bu bayonotda tasvirlab, bundoq ayblashning asosi yo'q dedi. Asosi bo'lsa nima bo'lishi kerak edi Zhang Juan apandi? Asas reallik. Asas paket. Bu reallikni siz yarattınız Zhang Juan apandi Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida. Tünügün bizlik siyadi dedik, başkını koyup duraylı. Bir küçar nahiyeside, bir adetlik mesela, adetlik degendelik 100 minlap, 80 minlap emez. 5 min, 6 min adamda nazarband kılgan bir orunda 150 kişinin ölgenliğine. Biz tünügün radyodunu okuduk. Zhang Juan efendi. Yani sizge kandak asas gerek ede Zhang Juan efendi. Yani bundan başka da asas gerek eder. Günahsız bir halk ne? Günahsız bir dihan halk ne? 70 yılda bir gariplaştırılgan, gadalaştırılgan, kul kılıngan bir halk ne? Endi akıbette cezalar edilen nersege solu belip, onu ölüşke kıstaş. Yani 150 nefer adam öldü değil, ölüşke kıstaş. Yani size kandak asas gerek edeceğim Zhang Juan efendi. Bir yerde neyme bak, Xitay'ın ahlak an'anasi nima? Xitoyda davlat boshqarish an'anasi bormidi yoki yo'qmidi? Xitoyga Cumhur Halk Cumhuriyati degan bu saltanat, bu davlat saltanati qayerdan keldi? Stalinning qo'li bilan keldi. Komintern, xalqaro internationalning qo'li bilan keldi.
Kompartiya Şinjan Uyghur Abdunum rayını degan bu rayın qanday ega bo'ldi? Stalin. Stalinning rahbarligi ostidagi banditlar, xalqaro banditlar tashkiloti Komintern 3-chi internationalning siyosati bilan keldi. Yani sizga qanday asos kerak edi, Jangjun efendi? Ayıplaştığın asası yok dedi Jangjun efendi. Jungo'nun işki işleri qo'pollik bilan aralashganlik nima Jungo'nun işki işi degan? Şinjan meselesi de Jungo'nun işki işi degan nima? Komintern belgilab Stalin Jungo'nun Mao atalmış azatlık armiyasını to'shib kelyapti. Şinjan'a to'shib kelyapti. Qizilpachaq banditlarni to'shib kelyapti. Uning markasi, uning ismi Ozodlik armiya. Kimdan ozod qilasan ey? Xitoy Uyg'urni kimdan ozod qildi? Kulkulik bir gap bu. Masxir qilish tegishlik bir gap bu. Kimdan ozod qilasan Uyg'urni? Jungo'nun ichki ishlari qo'pollik bilan aralashganlik va qasddan ig'vogarchilik paydo qilganlikdir. Yo'q. Meselenin tarihi yıldızını elip çıkıvatıdı Angliya, Amerika Qo'shma Shtatlar. Şu taraf ketivatıdı Jangjun efendi dikkat qilin cuma. Dexe nazırlık derdisi oturgu çıkıvatıdı Şinjan meselesi, Mustamlaka Uyg'uriston meselesi. En nazır taraflar taxı aldığımızda ihtimal Allah nusret ata qilsa bu meseleler oturgu çıkıdı Jangjun efendi. Jungo'nun vekili Jangjun Amerika qaratib mundaq dedi. Sening bir tarafdan savdo kelishimi imzolashga izlanayotganligingni, yana bir tarafdan sening har qanday masalalardan foydalanib, bo'libmi kishilik huquq masalasidan foydalanib, boshqalarga jinoyat ortayotganligini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Jungo'lik efendi sizde ezelden sözleş gap qilish uchun mas'uliyat degan shundaq bir tuyg'uda bo'lganmisiz? Jungo'lik efendi ya kunzining yoki mingzining ta'limotida Jungo'liklar sizlar gap qilinglar, lekin gap qilgan vaqtida sizlar mas'uliyat bo'lishi kerak deydigan bir falsafiy tushunchasi bormi? Jangjun efendi nima deyapsiz? Amerika Qo'shma Shtatlari sizga nima jinoyat etdi? Angliya Büyük Britaniya bugün bu bayonotni Birleşken Devletler Teşkilatı'da e'lon qildi. Sizga nima jinoyat artdi? Buni jinoyat demidi. İnsaniyatga qarshi turish jinoyati demidi. Agar Birleşken Devletler Teşkilatı shundoq deydigan bo'lsa. Mesela erkek qirg'inchilik demidi. Agar Birleşken Devletler Teşkilatı shundoq deydigan bo'lsa. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida Christopher Simit nopozlik arabab qonunlarga ma'qullash babida shundoq dedi. Erkak qirg'inchilik biz aytayotgan insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilish o'xshash ma'nodagi gaplar. Bugün ben şununla afsuslanaman, şahsen ben Uyg'ur, afsuslangandim Büyük Britaniya, Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluq vekilim. Ey büyük devlet, işki cümleleri kim kaptı? Mesela Christopher Simit, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida Avam Palatasida nimadir? İnsaniyatga qarshi jinoyat sodir qilish va irqiy yo'qotish. Irqiy yo'qotish shundoq dedi u. Ben sizlerle leksiyada sözüldüm var. Hürmetli vatandaşım. Eğer muş işki cümle Büyük Britaniya elçisining Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluq elçisining oşu bayonoti kirgizilgan bo'lsa, Jangjun efendi u vaqtda qanday boshlanadi? Jangjun efendi u vaqtda siz nima deydingiz? Lekin Davlat Majlisida Christopher Simit efendi bunu dedi. İnsaniyatga qarshi jinoyat sodir qilish bilan bugungi irqiy yo'qotish, irqiy tozalashdan nima farqi bor? Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida irqiy yo'qotish, irqiy tozalashdan nima farqi bor dedi. Biz bundan keyin ham
Bugün Muşiyede Birleşken Devletler Teşkilatı daimi turistler Britanya, Büyük Britanya'nın vekili Karim Price Efendi bunun keyinki bayanatınızı hem muşundak bayanat ilan kılışınız. Biz de kazzabız. Biz mazlum milletmiz. Britanya 19. asırda Uygur'da toluq düşüngen Britanya. Otur Asya'da, Afganistan'da faaliyet kılganda Uygur, Kaşgariya'nı toluq bilgen, toluq düşüngen Britanya. Büyük Serkerdi Yakup Bey'nin devletine şu vakti dikkat kılgan ve yardım berişki intilgen Britanya. Bugün siz üçün tarih varaklandı. Aldığınızga koyuldu Britanya. Sizden sırlık bir devlet işgallikiniz man kısmen ayan. Ben şundak his kılman, his bulmaganda bugün Birleşken Devletler Teşkilatı'da Büyük Britanya'nın vekili Şincan meselesini, yani Uygurların nezarband kılış meselesini derhal to'xtatish doğrusida Cungu'yu ilan kılgan, Cungu'yu qartib ilan kılgan bayanat, ben oylayman, bu sırlık bayanatdır. 5 sırlık bayanatdır. Vaqt seliştirmesi, vaqt çembirgi içinde hem sırlık bayanattır. Bir yerde soğudu söhbeti Amerika Koşmuş Ştatları Cungu ile soğudu söhbetiyle ama yana bir başka söhbetten bolavat kavlıgıdan sizge vatandaşım bizge berilgen bişarettir. Amerika soğudu vekili Cungu söhbet vekiller ümegi vaqtlı iqtisadi kelişimi imzalashga tirishchanlik ko'rishdi vaqtidadir. Amerika qo'shma